Ajdarholarni qo'lga o'rgatish modi bilan bugungi videoda men xuddi shunday ajdarholar bilan yuzma-yuz uchrashaman va ularni qo'limga o'rgatishga harakat qilaman. Bu yaramas Gron. Uni shirinligiga ishonmang, u olov purkaydi. Bu ajdarho esa vahshiy o'lim deb ataladi. U qichqirsa sizning quloqlaringiz yorilib ketishi mumkin. Va bugungi video davomida meni asosiy maqsadim aynan shu tungi furiyani o'zimga o'rgatib va unga ega bo'lish. Iltimos, agarda siz kanalimga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Chunki men 30 mingta bo'lishga harakat qilyapman va sizning obunangiz bizni 30 mingtaga yaqinlashtiradi. Hammaga rahmat. Okey, biz spam bo'lib oldik va endi biz o'zimizga kerakli bo'lgan birinchi resurslarni yig'ib olamiz. Let's go. Va biz o'zimizga kerakli bo'lgan taxtalarni yig'ib oldik, crafting table va taxta ham yasab olamiz. Mana bu narsa menga qiziq, uzoqdan juda ham qiziq ko'rinib, bu nima turibdi? Afsuski yaqinlashtira olmayman, lekin yugurib oldiga borib ko'rishim mumkin. Bu narsa kemadan qolgan narsa ekan. Mana kema cho'kkan. Ko'rasizlar do'stlar, videolarimiz juda ham tez va juda ham qiziqarli chiqyapti. Albatta videoga like bosib qo'yishni unutmang. Video olish juda qiyin bo'ldi, shamollagan vaqtda ayniqsa, lekin sizlarning podдержкалар menga motivatsiya bo'lyapti. Agar menga yanada motivatsiya olish uchun iltimos kanalga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang va videoni oxirigacha ko'rsangiz biz qanaqa dragonni o'zimizga o'rgatganimizni bilib olasiz. Xo'sh, o'zimizga kerakli bo'lgan toshlarni yig'ib olamiz. Bizga juda ko'p tosh kerak emas, bizga 20 ta tosh yetarli va yetarli toshni yig'ib oldik. Va mana bu yerdan o'zimizning crafting table'imiz orqali mana bular bizga kerak emas. Bular o'zi bu yerlarda nima qilyapti? Yomon ko'rinyapti. Okey, o'zimizga birinchi toshli aslahalarni yasab olamiz. Va hammasi tayyor. Ajoyib. Ketdik. Biz o'zimizga kerakli bo'lgan toshli aslahalarni hozircha yasab oldik va siz videodasiz albatta videoga like bosib qo'yishni unutmang. Yana bir bor eslatib o'taman. Va biz dragonlarni o'rgatishimizdan oldin bizga juda ham ko'p baliq kerak bo'ladi. Ya'ni dragonlar faqat baliq orqali oziqlanishadi va bizda hozir ikkitagina qo'y bor. Agar bizda 3-qo'y bor bo'ladigan bo'lsa, demak biz ovlasak ovlasak bo'ladi. Lekin uchala qo'y ham negadir mendan qochmoqda, lekin men ularni qo'yib yubormayman. 3-qo'y. Bu yerdagi biroz siqirlarni ham ulab olamiz. Tovuq mayda, tovuqlarga tegmaymiz. Sigir va yana bir dona narigi joyda qo'y bor ekan. Sal qolganda echki deb yuborardim. Mana, biz o'zimizga 4 ta white wool oldik, ya'ni to'g'ri qilib aytganda oq jun hisoblanadi, emas. Va ovqatlarni ichkariga olib qo'yamiz, chunki ular hali pishirib ulgurilmagan. Shuning uchun ularni hozir yemay turamiz. Va keyingi sigir, undan tashqari keyingi qo'yni ham o'ldirsak bo'ladi. Bizda 9 tadan ovqat mavjud. Va endi biroz tosh yig'ib chiqamizmi desam, tosh ham yig'ishimiz aslida shart emas ekan, lekin mayli, har bir resurs to'plashimiz kerak. To'g'ri, chuning keep inventory'ni yoqmasam, dragonni o'rgatishda qiynalaman. Noto'g'ri qazilgan yo'nalish bo'lishi kerak. Yo'q. Okey. Bu bor ekanmi? Yo'q. Yangicha mine qilishni yo'lini o'rgatib qo'yishdi bolalar. Xullas, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Xullas, tepangizdagi blokni buzasiz, uni yonidagisini ham va mana shunaqa zina sifat qilib qurib ketasiz. Ya'ni keyingi safar tushganingizda sizga hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi va oson tuyuladi. Mana shunaqa qilib tushib ketaverasiz va hech qanaqangi blok yoki nimadan yo'qotmaysiz. Ajoyib. Esingizda tursin, bunaqasiga sakrash xato, chunki bir blok baribir teshik bo'ladi. Oxirgi do'stim, bu joyni eshitib yomon kommentariya yozma. Va bu atrofda bizda tovuqlar, qo'ylar ajoyib. Va lekin bilasizmi nima, meni qornim ochishni boshlayapti. Shuning uchun hoziroq bir pech yasab olmasak bo'lmaydi. Pech yasab oldik va endi unga ovqatni joylashtirib 4 ta dona taxtamizni pishiramiz. Ungacha esa qo'ylarni qolganini ovlaymiz. Va hammasi tayyor demoqchi edim. Mana bu yerda rangni o'zbekcha nomi esimga kelmadi, shuning uchun biroz o'ylanib turdim. Bu rangni nomini o'zbekchasiga nima deb aytilishini biladiganlar bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Kul rang degan kod. Va tovuq negadir o'tlarning orasiga berkinib oldi. U biladiki, hitbox buzilib, men uni ura olmay qolaman. Lekin men unday qilmayman. Chunki men tovuqlarni o'ldirmayman. Biz kimdir hozir qo'ydingiz, lekin bolasiz ekan. Okey. Yana bir dona go'shtimizni pishirishga yetib qolsa kerak. Agar shunda ham yetsa, yetar. Va shu bilan tugadik. Va biz bu yerdan biroz ko'mir ham olib ketamiz. Va albatta siz meni 100 ga bo'lishimga yordam berishingiz mumkin. Qanday qilib? Men sizdan hech qanaqangi pul talab qilmayman yoki sizni hech qanaqa narsaga majburlamayman. Ammo sizning yordamingiz meni O'zbekistonda tanilishimga yordam berishi mumkin. Va agarda men O'zbekistonda tanilsam, mana shunaqangi qiziqarli siz ko'rayotgan videolardan yana 20-30 tasini ham chiqaraman. Va albatta uning uchun siz kanalga obuna bo'lishingiz kerak xolos. Bu sizdan hech qanaqangi pul talab qilmaydi va hech qanaqangi vaqtingizni ham olmaydi. Va demak bu atrofda qishloq borligini ma'lum bo'ldi. Yaxshi, mana bu 3 ta sigirni ham olib ketamiz. Axir shunchasini o'ldirdim.
Ularni o'ldirmasam nohaqlik bo'ladi demoqchi edim, buni bolasi bor ekan. Mayli, bunga teginmaymiz. Ammo mana bu ikkitani o'ldiramiz, chunki menga ovqat kerak. Bolakay, omading kelib qoldi, onangni asrab qoldik. Bu to'shqalarga esa teginmaymiz. Wow, biz topgan joyni qarang. Omadimiz borligini shu joydan bilsak ham bo'ladi va o'zimizga temir ham topdik. Keling, temirlar ham yig'ib olib tushib ketamiz. Lekin ehtiyot bo'lish kerak, chunki bu yerlarda baribir men qilganda ham pastlik va bu yerdan albatta skelet yoki zombi uchrashi tabiiy. Ammo mayli, ehtiyot bo'lamiz. Hech qanaqangi ammo so'zi yo'q. Yaxshi, bizda hozircha 5 ta temir bor. Va kerak yana ko'paytirib olamiz. Yo'q, yaxshi, hozir ko'paytirib ketamiz. Chunki temir hali kerak bo'lib qolishi mumkin. Va xuddi hidden gem kabi bo'ldi, lekin atigi 4 ta dona. Va hozirda 10 ta temir mavjud. Qolganiga yoki sandiq topamiz yoki yana mana shunaqa joylarni qidiramiz. Demoqchi edim, bu yer unchalik hidden gem emas ekan, ya'ni berkitilgan olmos emas ekan. Yana qayerda biz temir ko'rgandik? Mana bu yerda temir ko'rdik va keling biroz taxt olib ketamiz. Mana bu yerdan biz juda ham ko'p taxt ishlab olsak bo'ladi va bizga yetarli taxtani shu yerdan olib ketsak ham bo'ladi. Buni ham olamiz. Bizda 36 ta taxta bor va bu yetadi. Okey, yetadi deb adashgan bo'lishim mumkin, lekin bizda tosh bor ekan, muammo emas va bo'ldi. Va yana temir va biz spawner topdik. Yo'q. Men bularni bilgandim qanaqangi spawner ekanligini va ularni hozir buzish niyatim ham yo'q edi, lekin mayli bizamiz. Vo, la'nati, qanday la'natlik. Qo'qol bu yerdan meni chaqma. Va men hozir bu yerlarda o'lib ketishim aniqmikin yoki aniq emasmi? Hozir bilib olasiz albatta. Chunki mana bu zaharli yaramas zombilar kelyapti. Bular chaqsa albatta biz zaharlanamiz va biz o'lib ketishimiz ehtimolimiz balandlashadi. La'nati, zahri yomon va u yana kelmoqda va bu yerdan zombi ham kelyapti. Ammo bizga bunaqangi problemalar kerak emas. Iltimos, menga qanaqasiga uzoqdan chaqish ehtimoli bor. Yaqinlashma, sen hattobi yaqinlashma. Keling, yaxshi biroz kuchayib olmasak, biz hozir o'lib ketishimiz aniq, to'g'risi. Ehtimoli bor ham emas. Yana temir. Ota-onang mana ko'z oldingda o'lishdi va endi sening navbating. Portla. Malades va bizga juda ham katta yordam berdi. Bu ikkita la'natni o'tirib olgan. Wo! La'nati. Men aynan o'shani deb hozir almazimdan aylardim. Balki u yerda 4 ta bo'lgan, balki 10 ta bo'lgandir. Bu yerdagi chala render bo'lmagan joylar render bo'lib olsa, hammasi ajoyib. La'nat o'sha jismoniy tarbiyaning imtihonlarini deb yo'talishga ham qiynalib qoldi odam. Va bu atrofda yana somonlar bor edi. Agar adashmasam, yoki men faqat bir joyda ko'rdim. Bo'lishi mumkin emas, faqat agar bir joydagina bo'lsa. Rostdan. Boshqa joyda somon yo'qmi? Afsuski yo'q ekan. Va do'stlar, biz baliq ko'proq ovlashimiz kerak dedim. Plus baliq hozir ko'proq ovlaymiz. Ha, bu baliq emas edi, bilaman. Kechqurun tushib qolibdi. Keling, mana shu joyga biz o'zimizni baliq tutadigan zonamizni quramiz. Ya'ni hozir joy tanlab olamiz, ammo hidden gem kabi bo'lishi kerak joyimiz. Baliq juda ko'p tutish kerak. Men uchun mana shu yer ideal. Mana bu yerga bitta, mana bu yerga bitta va mana bu joylarga bittadan qo'yamiz va bizni baliq tutadigan joyimiz tayyor. Endi baliqlarni tutishga o'tamiz. Ya'ni baliq tutishdan oldin baliq tutadigan narsani yasab olishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, mana bunaqa yasaladi. Baliq tutishga olg'a. Baliq tushdi, ammo bizga bunaqa tipdagi baliq kerak emas. Qanday ajoyib. Bu hozir kimga kerak? Yaxshisi fonni o'z holatiga qaytaramiz va baliqlarni o'zimiz o'ylaganimiz ma'qul. Aynan menga mana shunaqa baliqlar kerak edi. Ajoyib. Bizda 15 ta baliq yig'ildi. Va endi dragonni topsak bo'ldi. 15 ta baliq yig'ildi. Keling, o'zimizga hozircha kerak bo'lmagan narsalarni tashlab ketamiz. Okey, va bizda hozir hamma narsa bor. Mana bu baliq tutadigan, kerak bo'lib qolish ehtimoli mavjud. Okey. Bizda hamma narsa tayyor va endi dragonni topamiz. Va bu atrofda wow! Mana o'sha dragon bizga hozir baliq kerak. Uni o'rgatib olish uchun uni o'rgatib ola olamizmi? Bilmadim, lekin u qochmoqda hozir bizdan. Nega? Unga what the heck? Sekin bolakay, sekin. Wow, va bizni u do'stimiz bo'ldi. Ajoyib. Mana bizni do'stimiz va ko'rishingiz mumkin, u men bilan birga turibdi.
Night Fury is grim and mana bunaqa qilsak u fokus berar ekan bizga qarata, ya'ni biz nima qilmoqchi ekanligimizga qiziqar ekan. Ajoyib va biz uni qo'lga o'rgatib oldik. Ammo uni ustiga qanday chiqamiz? Yoki hali chiqa olmaymizmi? Bilmadim, balki u bizning orqamizdan yurar. Bizning orqamizdan yuradimi yoki bilmadim, balki yanada ko'proq ovqat berish kerakdir. U bilan biz interact with a bone. Broke it folk. Oh, yo, what the heck? La'natda. Nima qilishimiz kerak? O'zi tushunmadim. Interact with him. Mana. Va u bizni dragonimizga aylandi. Va biz mana saddle oldik. Va ana endi uni ustiga o'tira ol. Oh my god. Ketdikmi, bolakay? Bolakay. Qayerga harakat qilyapsan? La'natdir. Tepaga ko'taril, tepaga. La'natdir, men uni boshqarishni bilmayman. Wow. Men uni boshqarishni o'rganib oldim. Va u qanot qoqa olar ekan va undan tashqari mana shunaqa ishlar qila olar ekan. Ajoyib. Va biz uni va nihoyat o'rgatib oldik qo'lga. Va u vaqt o'tgandan so'ng yana kuch to'plab olib, harakatini boshlar ekan. Ajoyib. Biz hozir tog'ning tepasiga chiqib, obunachilar bilan xayrlashamiz. Chunki biz dragonni qo'limizga o'rgatib oldik. Bo'ldi, mana shu pastga tush. Iltimos, pastga tush. Ajoyib. Bo'ldi, dam olishing mumkin. Men uchun blok xalaqit beryapti. Bizga hujum qilganlarga ham hujum qilar ekan. Qanday ajoyib. Lekin uni ko'zlari negadir yonmayapti. Bu meni oldimda ekan. Va balki unga ovqat bersak yerdim? Yo'q. Yemas ekan. Mayli. Bularni biz tashlaymiz va obunachilar bilan xayrlashamiz. Obunachilar, agarda sizlarga bu videoyimizni davomi qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosishni esingizdan chiqarmanglar. To'g'rimi? To'g'ri. Albatta, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki biz 30 mingtaga yaqinlashib qoldik. Hammalarga rahmat. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar.